Yo bolalar hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bo'riya jigarlar. Mana bugun biz nima desak bo'ladi? PSBni quvdirdik. Shu Alonsoni taniydiganlar bormi jigarlar? Shu Alonsoni tanisanglar kommentariyaga yozib ketinglar. Betlarda 1-2 marta parod qilib qo'yganmiz. Ozgina ko'p emas jigarlar. Bu videoyimiz unchalik zo'r chiqmadi chunki PSBlar kam ekan, bir ikkitasi qochib ketdi. Zohid deganlari videoni ko'rib izohini kommentariyaga yozib ketinglar jigarlar. Aytgancha jigarlar, 100 ta bo'lishimizga juda ozgina qoldi. Agar 100 ta bo'lsak, berkinmachoq qilamiz. Kelolmagan hamma keladi jigarlar. Kim kelmoqchi bo'lsa keladi hammasi. Endi buni ustida birinchi o'ringa emas, 3 ta o'rin qilamiz. Birinchi o'ringa Mazda avtomobili, ikkinchi o'ringa 1 million pul, uchinchi o'ringa 500 ming pul jigarlar. Hop, videoni ko'rib baho beringlar jigar. Agar shu kontent yoqib turgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Part 3 da ham chiqarishga harakat qilamiz. Videoni ko'ramiz jigarlar. Haddi ish qilasizlar degan umiddaman. Xo'p jigarlar, shu yerda Tayzer otdi. Bobur degani lekin kishanlamadi. Nimaga kishanlamadi? Unisini bilmadim. Tayzer otishga otib qo'yib lekin kishanlamadi. Ko'ryapsizlar jigarlar. Men oldida aylanib yuribman. U Bobur bo'lsa faqat shu yotmoqchi bo'lyapti. Men yotgan, tushib qo'ydim mashinadan, bo'ldi shu jigarlar. Keyin shu ham yengil kishanlab keldi ikkalasini ham. Ketganimiz sababi admin chaqirdi, adashmasam. Admin chaqirdi, короче. Biz ketdik. Endi qanday chiqishda bilmadik jigarlar. Parkovkaga tushib stroy qildirmoqchi edim. Odam kamlik qildi-da. Odam kamlik qilib qoldi. Короче, kayf qildik-da, videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar jigarlar. Mana shu yerda bir-birini kishanlab yotibdi. Keyin tashqarida otishmoqchi bo'ldi. Bu yerda yashil zona bo'lganligi uchun biz otisha olmaymiz. Shunga nima qildim? Shu yerda chiqib ketmoqchi edim jigarlar. Bu ham asabni buzib qoldi. Harbiy qism kelib chiqdik ham. Короче, chiqib oldi jigarlar shunaqa qilib. Bular quvadi deb o'yladim. Mana Jo'xin hali ham kishanda jigarlar. Chiqib ketib qolsa 1 soatga ketadi. Tashqariga chaqirdik ularni. Tashqariga chiqdi, mashinadan tushgan.
Tushganimizda taksir o'tardi. Iloji boricha mashinadan tushmaslikka harakat qildik. Tushganimizda taksir otib qamerdi jigarlar. Mani og'zim og'rib ketdi jigarlar gapiraverib. Kerakli paytida gapiraman jigarlar, videoni ko'ringlar, kayf qilinglar. Shu yerda jigarlar mana ruldagi bilan yonidagi bola nima bo'ldi bo'ylaysizlar jigarlar? Hozircha hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti. Mana ketdi BYD bo'lib ketdi. Keyin biz orqaga qaytdik. BYD bir kishi deb o'ylasak, yana sherigi ham bor ekan bu bolani. Sherigi BYD bo'lib qochadigan sheriklari bor ekan. Videoni ko'rsanglar hozir qochadi ular ham, Zohid degani bolalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar bilasizlar, mana yerda taksir otmoqchi bo'ldi. Umuman tekis olmadi taksirni. Короче, yonida mashina вообще bo'lmadi jigarlar. Normalniy Dodge bor edi jigarlar. Короче, nima desa bo'ladi? 2 kishilik edi u. Bezor qo'yardim jigarlarni. Faqat jigarlar necha marta jigarlarni kommentariya topib tashlaganga necha marta aytganimda, to'g'ri topganga 1 million tashlab beraman kartasiga, o'yin valyutasi. Xo'p, ko'rsanglar yana qaytib keldim. Yana ular ko'p kishi bo'lib ketdi, baribir tekizolmadi. Keyin mashinani almashtirmoqchi bo'ldik. Вообще bo'lmadi. Jo'xin kishanni yetishtirmoqchi bo'ldi. Buni o'ldirib yuboradi adashmasam. U shu videoni ko'ringlar, jigarlar, ko'rasizlar mana. Ikkinchisi mana. BYD chempion ketdi mana bular ham. To'xtash yo'q, umuman ketdi mana yerda mashinaga urildik. Yana qaytdi bular. Sheriklarni chaqirdi. Hozir qochib ketadi bittasi. Mana qochdi o'zi. Bankni cherib yubordi. Mana yerda tiqilib qoldik. Telefon qilib qoldi obunachilardan bittasi. SMSga balo bormidi? Короче, yerda tiqilib qoldik. Qiziq voqea bo'ladi shu yerda. Qarab turinglar, ko'rsanglar bilasizlar. Bankni ichiga kirib qolamiz mashina bilan. Mana chiqdi. Bu bilgani yo'q edi. Hozir mana admin chaqirdik. Admin chaqirgandan keyin bankni ichida paydo bo'lib qolamiz. Ola jigarlar, bankni ichidamiz. Bu adminda ayb emas, просто texnik nosozlik adashmasam. Admin kiyimiga 5 lekin. Bankni ichidamiz. Bankni ichida kim mashina bilan kira oladi? Bankni ichiga jigarlar, chiqdik mana oxiri. Hozir mana Jo'xin aytadi, kishandan yechib yuboring deb spam qila olmayman dedi. Keyin yordam berdi Kriko admin. U shu ham admin bo'lgan, tanisanglar.
Bu jo'xin kurganda lider emas, boshqa jo'xin bu. Kurganda lideri jo'xin Matrix. U ham tanishib, o'ynaganmiz birga oldin lider bo'lmasdan oldin. U bilan ham ko'p odam o'ldirganmiz. Uni YouTube'ga video qilib olmaganman, YouTube yuritmas edim. Mana ko'rsanglar bo'ladi, BYD Champion Ultra Pro Max. Bu bolayam qochdi, ketdi, to'xtamadi umuman, na qidiruv berdi birontasini, kishanladi. Qochib ketdi, takansa quvmoqchi edim. Yetolmasligimni bildim. Ham bu tezligi kam edi, uni 300 ga chiqadi. BYD bo'lsa kamiga u 4 kishilik normalniy mashina shu bor ekan xolos, qolgani 2 kishilik. Yana bordik shu mashinada. Короче, ko'ringlar.
Shu bilan videomizni tugatamiz bo'ldi. Oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Like va obuna bosib qo'yinglar. Sizlar bilan bo'ldi. Yana ko'rishamiz, part 3 chiqadi jigarlar.